Qizlar, unaqasilar, hamma ham emas, juda ham aksar bemorlarimiz shunaqada. Kelishganida ko'p holatlarda jinsiy organlari shunaqa qorayib ketgan bo'ladi. Men aytaman, har doim bittada bilinadi. Bu insulin gormonidan qorayganmi yoki depilyasiyadanmi? Hozirgi men qizlarni ko'rib, surishtirib qarasam, depilyasiyadan juda kuchli qoraytirib tashlaganlar-da. Qizlar ehtiyot bo'lamiz, depilyasiya qilayotganda. Mana kuydirib tashlaydigan narsalardan foydalanmanglar. Qoraytirib yuboradi bu narsani. Uncha-munchaga keyin oqarmaydi-da, ehtiyot bo'linglar. Endi mutaxassis sifatida bu narsada tavsiya qila olaman. Terini rangini ochartirish uchun zuluk foyda beradi inshaalloh. Qisman 100% oqartiradi deb va'da bera olmayman. Agar kurs lecheniya qilinsa bo'ladi. Chunki aksar bemorlarimiz aytishyapti, rossiya ham rangi ochardi deb. Chunki matkada qon aylanishi bo'ladi, organizmda qon aylanishi bo'ladi va terilar ocharadi, gerudin moddalari ochartirib beradi. Shuning uchun qizlar yana va yana aytaman, depilyasiyada juda ham ehtiyot bo'linglar, kuydirib qo'ymanglar, u organlar juda ham nozik soha hisoblanadi.